uyingizda yem beryapsiz. Bunga o'xshash chuvun bosib ketyaptimi? Bugun shu chuvunlarni yo'qotish haqida va molxonaga kirganingizda ustingizga hidi o'rnamaslik uchun molxonani 5 yulduzligi sharoit haqida ham gaplashib o'tamiz. Abdumutaldan to'liq intervyu olaman. Mana shu chuvunlarni o'lish haqida ham xudo xohlasa siz bilan qisqacha suhbat quramiz. Foydali. Mana shu mollar haqida ham, kasalliklari haqida ham, boshqa haqida ham xudo xohlasa to'liq ma'lumot berishga harakat qilasiz. Avvalambor telefonimni shunday bezuk qilib qo'yay. Telefon kelishda davom etyapti. Assalomu alaykum Bahramiz obunachilari, hammalar yaxshimisizlar? Xudo xohlasa Bahramiz bilan bitta yaxshi video qilyapmiz, foydali. Xo'p, Abdumutal, hozir ko'p molxonalarga kirganmiz. Bilsangiz, chuvun to'zib ketadi. Ha? Hozirgi yoz oyida eng global muammo shu chuvun bosib yotibdi-da. Yem beraman desangiz ham xalaqit beradi. Boshqa qilsangiz ham xalaqit beradi. Shunga qanday yechim qilsak bo'ladi? Sababi chuvun ko'p bo'lishidan sabab molxona toza turmasligi. Misol uchun yemlar keyin molxona ichida, mana ko'rishdan mumkin. Molxona oldida bo'lgani sababli ko'p chuvun bo'ladi. Chuvun bosib ketadi. Ha, tagi quruq, misol uchun tagi quruq, siydigi bo'lmasa, axlab turmasa, pasha kam bo'ladi. Tushunarli. Hozir birinchi o'rindagi sababda. Birinchi o'rinda sababi. Molxonani misol uchun necha kunda mana shu nimalarga dezinfeksiya qilish mumkin? Ko'p yerga ko'rganman, dezinfeksiyaning o'rniga bunaqa tovoqchalarda qo'yib qo'yishadi. Haligi koreyskiy, xitoychalik yozuvchi boboy deydimi? O'zbekcha boboy. Hali mana zettilaring-ku, bu nima edi nomi? Mabik. Mencha sen sho'xsan-a? Ko'rishdan mumkin. Bu sharoitni tushuntiring buni. Molxonada o'sha ko'proq apparatlar bor. Bir hafta 10 kunda bir hamma yerda obработка qilib dorilab turamiz. Bu Mabik'ni xo'sh bitta pachkadagisini o'sha ikkita dori bo'ladi. Ikkalasi 1 litr suvga tayyorlanadi. Ikkalasi 1 litrga. Shakar qo'shib tayyorlanadi. Nima sababdan shakar? Shakar qo'shilsa u shirata. Shira. Shiraga pasha keladi. Dori ta'sir qiladi o'shanda. Raqibni jigariga ber, bayaq deganda. Bo'ladi. Pashani ham aldayapmiz ekan. Pashani ham aldayapmiz. Mana bir 20 minut oldin mana shu joylarga sepilgan. Bu srazi sepilyapti. Pashalar o'rnida o'ladi. Bu eng yaxshi tomoni hid yo'q ekanda. Uyga ham, oshxonaga ham bemalol sepsangiz bo'ladi. Faqat molxonaga emas. Faqat molxonaga emas. Uyga ham bemalol sepsangiz bo'ladi. Lekin o'sha ehtiyot bo'lish kerak, bu zahar. O'sha yeydigan o'sha ovqat yoki o'sha piyola, o'sha boshqa narsalarga iste'mol qiladigan narsalar tushib qolmasligi kerak. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Va zaharda. Hozir biz molxonada, molxona bor-ku. Bitta narsaga e'tibor berdim. Endi o'zimni ozgina fikrimni bularga bildirib o'tib ketsam, akalar, bu molxonani eniga keladigan bo'lsak, bunaqasi примерно 45-50 metr chiqar ekan, uzoqligi 45-50 metr. Bu molxonaga o'rtacha bir 40 taga yaqin buqa sig'ar ekan. Yoz oylarida sovush sistemasi konditsionerli qilingan ekan. Mana hozir sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana ikkita derazaga konditsioner o'rnatilgan. Mana ko'rib turibsizlar, sovush sistemasi bu tomonida ham. Xo'p. U tomonida ikkita parragi bor, ya'ni ventilyator bor. Ha, hozir yoqsa ishlaydi. Qaranglar, polni aynaklar bekilar ekan. Ikkalasini qo'shgan vaziyatda bu tomondagi sovuq havoni u tomonga tortib, ya'ni issiq havoni olib chiqib, bu tomondan sovuq havoni aylantiradi. Aqlashinglar zo'r bo'ladi. Va mollar qancha yem bersa, yuqadi. Shuncha yuqadi. To'g'rimi? Yegani yuqadi. Shunday. Aytishlaring mumkin, nimaga ishlatmayapsizlar? Deb aytishlarim mumkin, ishlatishmayapti deb. 15 kun, 20 kun oldin o'sha hamma o'ynoqlar ochib tashlandi. Ishlatish to'xtatildi. Endi o'zingiz tushuntirib berasiz sababini. Sababi elektr energiyasi 1000 so'm, bilasizlar. Bir kunda 90 ming so'm tok yoqar ekan. Endi hozir quyosh panelidan foydalanib, xudo xolisa ishlataman deyaptilar. Uygalar. Mol kana kasal ham yo'qmi? Kana kasal umi kana kelmaydi. Bu o'sha kana kasal dedingiz-ku. Bu harorat zo'r me'yorida mo'tadil bo'lib tursa, hech qanaqa kasallik bu pashalar ham ichkarida umuman bo'lmaydi, to'g'rimi? Salqin bo'lgandan keyin yegani ham
yegisi keladi. Misol uchun issiqda o'zimiz ham ovqat yegimiz kelmaydi-yu. Bular ham issiq bo'lib tursa, dim bo'lib tursa, yegisi kelmay qoladi. Shu. Hozir bu mana molni ko'rdingiz-ku. Buni nomi nima edi buni? Buni rossiyskiy черный пёстрый. Rossiyskiy черный пёстрый sut yo'nalishi bu. Misol uchun necha litrdan necha litrgacha sut berishi mumkin? Bu shu 100 ga 100, misol uchun bu 3 emchak. 3 emchak shu bu yerda shu oldingi bolasida 30 litrgacha sut bergan. 30 litrgacha. 30 litrga shu sharoitda. Shu sharoitda sutni ko'paytirish uchun nimalar qilishimiz mumkin? Mana sut yo'nalishini ham siz gapirib o'tib ketsangiz. Sutni ko'paytirish uchun shu oqsilli, donli o'simliklardan ko'proq berish kerak. Oqsil. Oqsillar, misol uchun, shu makka nonidan, karmikor yoki mosh. Asosiy bunga ham ratsion bo'lish kerak. Ratsion bo'lishi kerak. Bitta ratsion bo'linadigan bo'lsa, o'sha ratsion asosida berilsa, sut ko'payadi, mahsuldorlik oshadi. Siz menga hosildorlikni oshish uchun yozma ravishda nima yozib bersangiz, kommentariyaga qo'yib ketaman. Xudo xohlasa. Misol uchun sut yo'nalishini insonlarga Bitta foydali uyingizda bo'lishi. shunaqa sigir bo'ladigan bo'lsa, bitta oilani bemalol boqadi. bemalol. O'zi ham katta ekan-da. Nasib qilsa, Xudo xohlasa, uzog'i bilan 2-3 kunda tug'adilar. 2-3 kunda. Ha, shu tashqarida yurganda. Boya shuni aytdilarmi, sotiladi deb? Ha, Sotiladi. sotiladi. Telefon nomerlarini berasiz-a? Bemalol shu telefon nomerlarini beramiz. Aloqaga chiqib ko'rsa, mana 3 yilin, lekin 3-qoringanmikan? Allohu alam, aniqi bilmayman. Lekin hamma yo'q yeb ichish sog'lom, tashqarida turadi. Endi ichkari olib qo'ydik, endi 2 kunlarda tug'adi. tug'ishga qiynalmasin deb. Tushunarli. Xudo xolasa qarang, hozir boya mol menga tashlanib qoldi-yu. Ha, Ha? Sizni bitta o'rtog'im bozordan mol olib keldi. mol olib keldi. Bozorda birga edi u bilan. Sog'ib ko'rdi, boshqa qildi, aylandi. Yo'q, mol. Mol deyilyapti. Molda aytyapman. Olib keldi, sog'ib ko'rdi, boshqa qildi. Keyin uyga keldi, 2 kundan keyin mol 75 gradusga o'zgardi. Ha. Tepyapti, suzyapti, xullas odamni yoniga yaqinlashtirmayapti. Nima deydi, fishkasi bormi, nimadiri bormi u? Endi yozilmagan qonunlari bor lekin. Ha. Endi o'g'ri Bozorga mol olib chiqib proshakalarimiz yomon ko'rib qolishsa mumkin endi hozir sirda ochib beradigan bo'lsa. Qanaqa sir bor? Endi bir xilga mol proshakalarimiz bozorga olib chiqishdan oldin ertalabda og'riq qoldiruvchi yoki analgin dimitrol yoki narkoz. Yo'q. Narkoz qilib olsa, misol uchun 1 kungacha, 2 kungacha bemalol Kayfda yuraverar ekan. xomush bo'lib, bunaqa kayfda ko'zlar suzilib turadi-da bozorga chiqsan. Nima sansam, sog'asammi qizig'i yo'q. Yo'q, qizig'i yo'q. Eng asosiy fishkasi ko'ryapsizlar. Shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Ha, uchrab Yo'q, lekin mana uchratganmiz. yo'q qarang, oddiy misol keltiradigan bo'lsam aytyapman, mana 2 kundan keyin yelini ham ushlatgani yo'q, tepyapti. Endi u tepishiga sabab aka, misol uchun emyapti, ma'lummas. U bolasi o'ziniki. Ha. O'ziniki. Lekin boshqa buzakni tagiga, boshqa moldiga qo'shtirib, rangini xillab, mana shu semental tuqqan deb olib chiqadigan akalarimiz ham bor. Uyga boradigan bo'lsa, u bolalarga o'ziniki emas, begona tepishi Uni mumkin. bolasi yo'q edi lekin. Bolasi yo'q edi. Bolasi yo'q edi. Lekin olib kelib turganimizda yetalab olib kelganmiz-ku. Va xotirjam Yana oyoq ko'tarib tepishiga sabab yelim bez bo'lib qolsa, sog'aman desangiz og'riydi, istam bo'lib, istima beradi. O'shani hisobiga ham tepishi mumkin. tepishi mumkin. Ha, sabablar ko'p. Hayvon deydi holatidan kelib chiqib turib, diagnozini qo'yib bilib olsa bo'ladi. Mana shunaqa molxonalarda mana shu pashsha ko'p bo'ladi. Mollarga qanday ta'siri bor? Qanday kasalliklar kelib chiqishi mumkin? Pashshalardan ko'p kasalliklar kelib chiqadi. Oddiygina misol uchun qo'shningizni uyida dermatit kasal bo'lsa, nadalar dermatit bo'lsa, uni chaqib turib, siz uyingizga ham shu pashsha kelib turib molani chaqadigan bo'lsa, yo'qadi. Oddiy shu qonni bozib qo'yadigan bo'lsa ham shu issiqlab qolibdi, teyleroz qon kasali bo'lib qolishi mumkin. Kasalliklar ko'p kasalliklar olib keladi. Oddiy misol uchun bir joyni mana Novvosi shilib oldi. Shilvagan joyga pashsha o'tirib qo'ysa, qurtlab ketadi. Qurtlab ketadi. Yeringlab ketadi, zarajinab ketadi. Hayvon yemaydi yoki oqsoqlab qoladi. Necha kunda bir bu nima deydi, dezinfeksiya qilish tavsiya berasiz bu Endi insonlarga? mana Mavexni sepib ko'rdik. Misol uchun endi bu yerda yo'riqnomasida 1 oyda 2 marta debdi.
endi nasib qilsa bugun sepdik. Endi rezultat qanaqa? Ko'rdik, mana o'lib yotibdi. O'lib Birpasda. yotibdi. Mana gangrab. Mana uni qarang. Mana yaqinda sepilgan mana. Mana tashla. Narkoz olganga o'xshab. Narkozda. Sezmayapti ya. Yo'qol haromi. Endi buni rezultatini Xudo xolasa ko'ramiz, aytamiz, boshqa qilamiz. Endi hozir shu yo'riqnoma bo'yicha iliq suvga o'sha shakarlarni solib buni apparatda Necha gradus suvga buni qilish kerak? 65 gradusdan 75 gacha ekan. O'sha o'rtacha holatdagi Qo'l kuyar-kuymassiz bo'lishi kerak endi. Voy, uzr, ozgina maza yo'q. Uydagi aristonni suvda olib chiqib bemalol foydalansa bo'ladi. Yoki quyosh endi misolda bir paqir suv qo'yib qo'ysansan, bir pasdan Bir oyda 3 o'sha suvga marta qilsansan bo'ladi. sepib turilsa, 2 marta ekan. 2 marta Har 15 kunda. har 15 kunda Pashshalarga keltirmaydi deyapti. Endi mana hozir sepdik, endi rezultat yaxshi. Endi ertaga indinga qanaqa bo'ladi bilmaymiz. Misol uchun o'xiriga emas, atroflarga, boshqalarga. Unda yeydigan bayda misol uchun bega sepadigan bo'lsa, hozir suv ichishi mumkin yoki yem yeyishi mumkin, zaharlanib qolishi mumkin intoksikatsiya. Uyga sepiladigan bo'lsa, qancha oralig'ida uyning ichiga kirish kerak yo boshqa qilish kerak? 6 soat 7 yo'q bu yoqda. Sepasiz, shuni dimlab qo'yib, bittaga 6 soat ishingizni qilib ko'chaga ketasiz. 15 kungacha bemalol pashsha уже o'ladi, kirmaydi. O'ladi. Asosiysi hidsiz. Hidsiz. Bu reklama emas akalar. Yo'q. Bizga hech Endi buni yerda turgani uchun hozir ishlatganimiz uchun aytyapmiz. Foydali bo'lsin deb. Foydali bo'lsin, insonlarga manfaatli bo'lsin deb sizlarga ma'lumot berib o'tib ketyapmiz. Tashqariga chiqaylik, sizlarga Katta-katta sotiladigan sigirlar bor, ko'rsataman, xudo xolasa. Buni boqish usullaridan ko'rsatganmiz bularni, xudo xolasa. Mana Ularga ratsionni bilasiz-a, bular nima berilishini bayda. Ha. Shu haqida ham bitta gapirib o'tib keting, Bular shu 2 mahal yemaydi. Albatta hech narsa yemaydi. Bular ratsionida shu kunjora bor, davlatniki, nima bor? Kepak, karmikor, keyin shuluq bor. Shuluq bor. Hammasi shu aralashtiriladi, beriladi quruq. Silos beriladi keyin. Silos beriladi, silos ustiga tashlab beriladi 2 mahal. Somon ham yemayapti ular. Somon ham yemaydi. Yo'q. Mana shu hayvonlarimiz 5 oy oldin 17-18 milliondan kelgan. Hozir bermaydi, 17-18 dan. 5 oyda. 5 oyda. Hozir 30 millionga ham berishmaydi akalarimiz. Aniq. O'sha Instagramga ham video qilib chiqarganmiz, ko'rishlaringiz mumkin. Bir qarich juni bor, o'sha solishtirib chiqardik ekalasini, o'sha Jamshid aka bilan, Jamshid aka. Mana ekalasi hayvonni ko'rishlaringiz mumkin. Mayli, xuddi shu dog'lari bor ekan, dog'lar ham turibdi. Shu 2 oy bo'ldimi, keyin 2 oyda o'zgarib, dahshat bo'lib ketdi. Hozir buni o'zgarish. Живой весga o'zi ham 700 yillik tepasida. Mollarni immunitetini ko'tarish uchun qanday vaksinadan foydalanish kerak? Hozirda misol uchun tashqi kasalliklar urmashlik uchun immunitet zo'r bo'lish kerak dedingiz. O'tgan safargi videomiz. Nima misol uchun bali ukol dorilarni qilish kerak, vaksinalar qilish kerak. O'sha misol uchun bitlab ketgan bo'lsa yoki chisotga qichim bo'lib ketgan bo'lsa, shu tashqi parasitga evermekdan qilish mumkin. Yoki hayvon ishtahala ochgan vitaminlar qilish mumkin. Butafosfon yoki butaso yaxshi o'sish boshqa bo'lish uchun terilar yaxshi tiklab yaltirashi, tetramak, trivit, multivitlardan qilish mumkin. Immunitet ko'targani esa endi o Dastindan foydalansa bo'ladi yoki parashogidan, immunofordan. Immunofor. Ko'rganman hali kichkintoy haligidan qanchadandir qo'shib nima qilib bakalashgan qopqoqda bir qoshdan ertalab chiqdi. Tushunarli. Hozir aytishlari mumkin, ko'pchilik kommentariyada yozishi mumkin. Bu nimalarni, mollarni o'sha ichki go'shtlarini ukol bilan to'ldirib yuboryapti deyishlari mumkin. O'sha gapimizga faqat hayvonda emas-da. Kecha uyga katta taroz olib keldim, o'sha jumadan qaytayotib, katta endi 20 mingga oldim. Shunda so'ydik, yarimidan ko'pi dori-da, dorini chiqib turibdi. Tarvuzga. Shu endi dori solmasa shu tezroq foydalaniladi deb dori solishyapti. Tabiat o'zi shunaqa bo'lib qoldi, iloji yo'q. Ha, hayot. Yashil o't yemagandan keyin immunitet bo'lmaydi aka. Faqat kepak, kinjara, shunday. Cho'ntakni yirtib beradi aka, hozir u narsani shuni bersangiz, yiloniga boqasiz, ukol dori qilmasangiz, misol uchun 6 oyda chiqadigan narsa 1 yilda chiqadi-da. O'sha ukol dorilar qiladigan bo'lsangiz, lekin hali nima deydi, go'shtlariga, boshqalarga ta'sir qilmaydi. Bemalol borib, misol uchun nimadan ham o'tkazsa, go'shtlar talabga javob beraveradi. Talabga javob beradi. Misol uchun 100 gradusda u go'sht o'lgur sho'rvada qaynaydi yoki bitta ovqatda pishadi-da. Uncha-muncha virus ham boshqasi ham bo'lib ketadi. To'g'risi. To'g'ri.
Akalar, agar molxona qurmoqchi bo'lsalaring, bunga o'xshash, mana siz to'g'ri, bunga o'xshash konditsionerlar qilmoqchi emassiz, lekin shu holatda hidi kelmasligi uchun ventilyatsiya. mana o'sha oddiy samoxod aylanmasligi uchun ishlaydi, ha. uni ham ishlatib ko'rsating. Havo o'zi hid bo'lmaganiga, Ha, o'shanga yoqilmagan bu narsa. Ishlaydi mana. o'sha ketdi, oyoqdan tortishni boshladi, bilinyapti. O'zi Ha. ventilyatorlar borligi uchun hid yoqilmagan o'zi. Mol to'lab bo'lib turadi. Endi hozir mana hayitdan oldin ketdi hayvonlar. Bu yerda ko'pida Ha, to'laydi. O'shani hisobiga endi hozir o'chirib qo'yilgan. Kerak bo'lsa har qachon yoqib ishlatiladi. yaxshi. Bu yaxshi охлаждение bo'lish uchun bu taglari ham qurishi o'ta tez ekan, qarang. Tez. Unaqa bir bilchillab hidlanib ketmas ekan. Yo'q. Eng asosiysi siz yangi molxona qurmoqchi bo'lsangiz, asosiy havo aylanish sistemasiga e'tibor bering. Sababi ichkarida shamoldan Ha, ventilyatsiyani. ha, tez qurishiga asosiysi shamol. Shabada juda ham katta ahamiyatga ega. Mana ichkarida mana shu yerda 2 soat, 3 soatdan beri turibmiz. Bu yerda hid degan narsani umuman sezganimiz yo'q. Endi to'g'ri gapiryapsan, gripsan deyishingiz mumkin. Bular ham yetishardi, ichlari boshqa bo'lib ketishi. Xo'p, hozir sizlarga hali boya sotiladi degan nimalar u? Ha, buzagilar. Bu qanaqa paroda bu? Shvets. Shved. Ha, shu hammasi kelmaski badanlari oq. 100 ga 100lari. 100 ga 100 shved. Mana shular sotiladi. Qirg'iziston shved. Qirg'iziston shved. Mana zagonning ichidagi mollarni qaranglar. O sharoitdan qilib qo'yishgan tepalariga tutib. Kecha olgan qattiq shamol bo'lganda uchurbaqa yig'ishtirib qo'yibdi. Tepadagan. Mana shu o'ralgan tepasi. Qarang. Mol boqishda misol uchun novvos go'sht yo'nalishida eng yuvosh mol qaysi biri sizga? Eng yuvoshi misol uchun aytganingizni qiladigan. Menga mana shuni sement olsa mayli deganda. Nimaga? Misol uchun 1 yashar bo'lgani ko'ryapsiz. Bu 1 yashar bo'lgan yo'q, ha? Yo'q. Ket. Hamma molni qochirgan, lekin mayda 20-30 ta hayvon bo'lsa, hammasini shundan qochgan. Shundan qochgan. Ha, mana bo'g'ozlar misol uchun 5 oy, 6 oy, 7 oyliklar ham bor. Hammasi shundan bo'lsa qochgan-da. Qarama, 1 yasharmi? 1 yashar bo'lgani yo'q hali. Seni otang ham mujik bo'lgan deydi. O'shanda Hozir 750 kilo, 800 kilodan ko'proq kelsa kerak. hammasiga. Qoni bor-da, qoni boshqacha. Ularning qoni boshqacha. Va, Ha, sigirlar ko'rishingiz mazza qilib yuribdi zagonda. zagonda. Zagonda sigirlar qancha ko'p yursa, matsion bo'ladi. Sut ko'payadi. Qancha ko'p harakatlansa. Ha, sut bezlar yaxshi ishlab, sut ko'payadi. O'shaning uchun mana sigirlar tashqarida, novvoslar bir joyda yotadi. Endi buni shoxini kesib qo'ysa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Ha, ko'ryap, Ozor berib nima qilasiz? Juda negativsizda Jamshidbek. ko'rishingiz mumkin. Mana sigirdan qorinda. Qaysi? Kecha Manomida? qaysi biri qorni? Ana qorinlar yirtilib, Uncha? tirnalib yotibdi, ko'rishingiz mumkin. Qaysi biri qonni teshilganini ko'rdikmi? Sen ham tur endi. Qorni teshilib deydi. Akalar bularni hammasi Ha, sotiladi. tirnab ketgan. Mana shunaqa. O'sha Mana. ko'pchilik kelamiz, shoxni kuydirish kerak desa, aqllichilik qilishadi. Ha. To'g'risi-da, mana shu shuni shoxsiz bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda travma olib kelmaydi. Travma olib kelmaydi. Mol ichkarigidaqa holat bo'lmaydi. Holat bo'lmaydi. U ko'rdik-ku, bitta Ha. oyog'i yirtilib yotibdi. Xo'p, akalar, bu yerdagi shu hamma sigirlar ko'p sotiladi. Nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz. Sinovdan o'tgan sigirlar hammasi Ha. tuqqan bu yerda oldin. Ha, Tuqqani ham bolalari ham bor. bor ana. Bolasini ajratib ham sotiladi dedilar. Prosta sizlarga bu yerga foydali kontentga kelganmiz. Akamiz sotiladi deb qoldilar. Nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz. Yosh narsalar-da ana Ha. mana. Mana shular birinchi qoringa bo'g'oz. Hammasi to'q bo'g'oz, o'zi qilsa ham, qo'l solsa ham, o'sha qo'lda Hammasi qoriga bo'g'oz. ursa ham bilinadi o'zi. Hammasi bo'g'oz, ha? 5 oydan katta U hammasi. jonivorlarni chiroyliligini qarang. Eng kami shu 25-30 litrga olsa bo'laveradi ular sutga. Sutini. Ha. Narxini necha puldan dedilar? Endi narxini aytib. Narxini egalar bilishadi. Biz narx-navoni bilmaymiz. Telefon qilib so'raverasizlar. Aloqa qilib ko'rsa, ishonchlilarga o'sha manzil o'sha Namangan To'raqo'rg'on saroyida. O. Mana uni qarang, haqiqatdan ham shuncha Saroyda bor, savxoz deydi. hali tovuqlar bor-ku, bitta xo'roz bo'ladi. 50 tani ichida. Bag'am erkata ekanlar-da, 50 tani ichida bitta xo'roz ekanlar-da. Menga mazza yer deb qo'ying. Endi o'sha Yo, semental senga o'zdan mazza olamiz deyman, deb kecha xotinim mo'g'or bilan ko'radi qilishdi. video. Mana sigir, xunojinda. Ha.
kecha men olgan yangi olib kelsa endi 100 ga 100 o'zlari Sementalab bu ham o'zlari 30 million qolishdi. Xunojinda. yuvoshligini qarang. Bu Uyda boqsangiz mana shunaqa qilib, ha? tug'adigan bo'lsa 70-80 milliondan kam bo'lmaydi. Uyda boqsangiz mana shunaqa qilib, odam vali. Bu ham hali 1 yashar bo'lgan yo'q. Bu ham yoshiga yetmagan. Mana shu Mana. keling. Mana tira mana hisobga. Mana shoxnikimi? Aha. Shox ilib olgan. Hozir egalariga aytib qo'ying, mana Pastda narsa o'tirib doridan, ha. qilib og'riq beryaptimi? Ha, dorisidan surkab qo'yish kerak. Yaxshi ko'rib qoldik-a? Shu foydali bo'ladi. Misol uchun shunaqa uyingizda kichkinagina fermangiz bo'ladigan bo'lsa, bitta novoschani qo'shib yuborilsa, bu yerga yil o'naka ichida novoz yuradigan bo'lsa, Mol bo'lsa ta'sir qilmaydimi? Ha? Yo'q, ta'sir qilinmaydi umuman. Qochish yaxshi bo'ladi. Yillab shu misol uchun 1 yil, 2 yilda bola bermay, shunday kuyga keldi mana hayvonimiz, siraza novoz ishini qilib qo'yadi, bo'g'oz bo'ladi-da. To'g'ri. Foyda tomoni katta. Sigirdicha shu bitta novoz bo'lsa ham yurish kerak. Yaxshisidan qo'shib qo'ysangiz, yaxshi nasl olaverasiz. Hamma go'zallar ichida keyf qilib yuradi. Tanlash imkoniyatlari ko'p-da, ko'ryapsiz-ku. Chorniy pestri deysizmi, semental deysizmi, shved deysizmi, hammasidan bor. Hammasidan bor. Xohlaganini. Gap yo'q. Qarang, Mana qornini. Teshgan. mana. Ha, shoxni kesish kerak. Endi bularga o'sha rezinka bor, o'sha axtalagani echkilarda ko'proq axtab, shu axtalagan bitta rezinka bor. O'sha rezinkadan har bittasiga bular shoxiga qistirib chiqaradigan bo'lsak, o'sha 20 kan 1 oyda tushirib beradi. Qanatmasdan og'ir. Qanaqa rezinka dedingiz? Echki, qo'ylarda o'sha axtaladigan rezinka bor-da. Nima u axta, nima qilinadi u? Pichima qilinadi. Ha, Sunnat qilinadi. Tushunarli. O'sha rezinkadan bu shoqqa qistirish kerak. Ha, Qayeriga? Tagigami? tagiga. Tagiga. Endi qanchasini olib tashlamasdan eshitiga qistirasiz. O'sha qisib qo'ysangiz u chiqarib tashlaydimi shox? Echkilarda o'sha bir joyda axta qildim. 20 kunda shunday borganda tushirib yuborgan tuxumchalarni. 20 kunda. Ha, quritib tushirib yuborgan. Endi buni ham hech bo'lmasa shu 20 kun 1 oyga qolmasa shu shoti kestirib tushirib yuboradi-da. Eralab yoki bir narsalar qilib o'tirish kerak yo'q. Rezinka qistirib qo'yasiz, o'zi tushib ketadi. Ko'p mol boqadigan akalarimizga bu tavsiya. Ha, foydali bo'lsa bo'ldi. Video necha minut bo'ldi, Jamshidbek? 23 minut bo'ldimi? Shuncha vaqtlaringni oldik akalar. O'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Imkoniyat darajada qo'limizdan kelgancha veterinarga savollar berdik va tegishli javoblarni oldik degan umiddaman. Akalar o'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Nima deysiz? Bitta like tugmasini bosib qo'yishadi. To'ppa to'g'ri. Like qizg'anmaysizlar.